Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 12-oktyabrdagi umumta'lim fanlarini bilish darajasini aniqlashning milliy test tizimini joriy etish to'g'risidagi qarorga muvofiq umumta'lim fanlaridan sertifikat imtihonlarini o'tkazilib kelinmoqda. Ayni kunlarda Bilim va malakalarni baholash agentligi viloyat bo'limida bu jarayonlar tizimli amalga oshirilmoqda. Umumta'lim fanlaridan milliy sertifikat test natijalari xalqaro metodika RASH modeli asosida baholanib, talabgorlarga to'plangan balli asosida sertifikat taqdim etiladi. Bilim va malakalarni baholash agentligi viloyat bo'limida test sinovlari 2 smenada tashkil etiladi. Unda 2400 nafar talabgorlar milliy sertifikatga belgilangan tartibda imtihon topshirish imkoniyatiga ega. Buning uchun agentlik tomonidan barcha sharoitlar yaratilgan. Nazorat kuzatuv ishlari zamonaviy texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. Bundan tashqari jamoat tartibini saqlash hamda tibbiyot xizmati uchun mas'ullar biriktirilgan. Yana bir gap, milliy sertifikat imtihonlariga talabgorlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Binomizga tegishli organlar, ichki ishlar, milliy gvardiya organlari tomonidan talabgorlar tekshirilib, fiz kontroldan o'tkazib, tegishli guruhlarga joylashtirildi. Test materiallari tarqatildi. 3 soatdan iborat test jarayoni, yozma, ochiq test va test sinovlaridan iborat bo'lib, talabgorlarga 3 soat vaqt berilgan, taymerlar qo'yilgan, adolatli, shaffof o'tkazish maqsad qilingan. Endi milliy sertifikatlar talabgorlarga nima beradi? Milliy sertifikat talabgorlarga birinchi navbatda o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, ularning oyliklariga ustama qo'shimcha haq berish belgilangan tegishli tartibda. Maktab bitiruvchilari agar sertifikatga ega bo'lsa, tegishli tartibda ularga tabaqalashtirilgan o'sha ballari taqdim etiladi. Umuman davlatimiz tomonidan bugungi kunda mana shu oliy ta'limga kirish, pedagog xodimlarni mahoratlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan bu test jarayonlari mana shunday zamonaviy binolarda o'tkazilishi bu albatta pedagog xodimlarimizga, bo'lajak talabalarimizga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Muhimi, abituriyentlarga oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga kirish test sinovlari uchun olgan darajasiga qarab tabaqalashtirilgan holda ball beriladi. Akademik litseylarga kirish test sinovlarida umumta'lim fanlaridan milliy sertifikati mavjud o'quvchilarga tegishli fandan maksimal ball beriladi. Umumta'lim fanlarini bilish darajasi uzluksiz ta'lim tizimining davlat ta'lim standartlariga muvofiq shakllantiriladigan pedagogik o'lchov vositalari asosida test sinovlari yordamida baholanadi. Umumta'lim fanlaridan milliy sertifikat imtihonlari ishtirok etish uchun talabgorlar yagona interaktiv davlat xizmatlari, ya'ni may.gov.uz orqali ro'yxatdan o'tishlari lozim bo'ladi. Davlatimiz tomonidan yaratib berilgan bunday imkoniyatlar yoshlarni ilm-fanga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Pedagog xodimlarni o'z mutaxassisliklari bo'yicha chuqur izlanishga va qo'shimcha rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.